toksinlardan tozalaydi. Buni choyda, urug'da yoki nastoykada hisoblash juda ham qiyin. Yog'li ovqati bilan iste'mol qilsa, rastaropshani urug'ini maydalab, chun u samarasiz hisoblanadi. Shuni bilish kerakki, uning tarkibida spirt bor. Jigarni sog'lom bo'lishi uchun eng ko'p o'rganilgan o'simlik vositalaridan biri bu rastaropsha hisoblanadi va hozirgi kunda bemorlarimiz ham shu rastaropshani ko'p iste'mol qilishadi. Shuni aytib o'tish kerakki, rastaropshani bir nechta turi bo'ladi. Rastaropshani urug'ini iste'mol qilish mumkin. Rastaropshani ekstraktini, bu kapsula yoki tabletka shaklida bo'ladi. Rastaropshani nastoykasi bo'ladi, u spirt qo'shilgan nastoyka va rastaropshani choyi. Bu turlarini, rastaropshani turlarini eng samaralisi ham bor va samarasizi ham bor. Rastaropshani urug'ini maydalab, kuniga 1-2 choy qoshiq maydalab, damlab ichilsa, bu usulni samarasi eng past hisoblanar ekan. Chunki rastaropsha suvda erimaydi. Eng yaxshi samarali shakli bu ekstrakt, kapsula yoki tabletka ko'rinishda. Kapsulani yoki tabletkani yog'li ovqati bilan iste'mol qilsa, juda ham yaxshi so'rilar ekan va effekti, samarasi yaxshi bo'lar ekan. Nastoykasini ham qabul qilsa bo'ladi, lekin shuni bilish kerakki, uning tarkibida spirt bor, lekin juda ham tez so'riladi. Va choy. Choyda ham rastaropshani konsentratsiyasi kam bo'lgani uchun u samarasiz hisoblanadi. Optimal dozalar. Rastaropshani qanday qilib qabul qilishimiz kerak u samarali bo'lishi uchun? Kuniga 140 yoki 210 gram silimarin ko'rinishida qabul qilish kerak. Buni choyda, urug'da yoki nastoykada hisoblash juda ham qiyin. Shuning uchun olimlar tabletka va kapsulani ishlab chiqarishgan va har bitta o'sha kapsulada yoki tabletkada milligrammida yozilgan. Uyda rastaropshani qanday qilib tayyorlashimiz mumkin? Rastaropshani 3 oy davomida qabul qilamiz. 6 oygacha ham qabul qilish mumkin. 3 oy qabul qilinadi, 1 oy dam olinadi va yana 3 oy davom ettiriladi. Kimga rastaropshani qabul qilish mumkin emas? Birinchi, allergiyasi bor bemorlarga, ikkinchidan homilador va emizadigan ayollarga mumkin emas. Uchinchi holat, bemorlarda gormonal fonda o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, rastaropsha ham mumkin emas. Ilmiy tibbiyot saytlarida rastaropshani foydasini o'rganib chiqqanimda shu natijalarni ko'rsatdi. World Gastroenterology jurnalida 2016-yilda nashr etilgan rastaropsha alkogolsiz yog'li jigar kasalligida ALT va AST ni pasaytiradi va jigarda yog' to'planishini kamaytirar ekan. Ikkinchi, agar bemor alkogol iste'mol qiladigan bo'lsa, 2018-yilda Phytomedicine degan nashrda ko'rsatilgan tadqiqotga ko'ra, bu jigar hujayrani toksik moddalardan himoya qilar ekan. Uchinchisi, surunkali gepatit B, C va D viruslarida Hepatology jurnalida 2017-yilda maqola nashr etilgan. Bu shu surunkali virusli gepatit kasalliklarida jigarni qotishini, ya'ni fibroz rivojlanishini kamaytirar ekan. Va dorilarning nojo'ya ta'siri, jigarga ko'rsatilgan nojo'ya ta'sirida ham 2019-yilda nashr etilgan maqolada isbotlanganki, rastaropsha toksik ta'sirni kamaytiradi. Shunday qilib, hozirgi kunda ishlatiladigan rastaropsha moddasi juda ham foydali va ilmiy asoslangan. Foydali tabiiy mahsulotlardan biri bu suli hisoblanadi. Sulini tarkibida tolalar bor, beta-glyukanlar bor, aminokislotalar bor va bu jigar uchun juda ham foydali hisoblanadi. Donini foydali bo'lishi uchun qanday tayyorlash kerak? Bu ilmiy asoslangan retsept hisoblanadi. Bu uchun 100 gram sulini donasi olinadi, yormasi emas, 1 litr suvga qo'shib qaynatiladi. Qaynab chiqqandan keyin 20-30 daqiqa qaynatib, keyin 2-3 soat davomida uni dimlab qo'yish kerak. 2-3 soatdan keyin ochganingizdan keyin uni suzib olish kerak va uni ichish kerak bo'ladi. Qabul qilish tartibi: sulini damlamasini kuniga 3 mahal ovqatdan oldin 100-150 ml ichish kerak bo'ladi. Bu qanday foyda keltiradi? Bu birinchidan jigarni toksinlardan tozalaydi.
Ikkinchidan, ichakdagi zararli moddalarni bog'lab ichakdan chiqaradi va bemorlarda ich kelishini yaxshilaydi, qabziyatni bartaraf qiladi. Uchinchisi, solani iste'mol qilganda ichakdagi yog'lar ko'p miqdorda so'rilmaydi. Bu axlat bilan chiqib ketishiga yordam beradi. Yana bir ta'siri, bu jigardagi ortiqcha safroni ichakka haydashga yordam beradi. Qaysi kasalliklarda solani ishlatish mumkin emas? Bu autoimmun gepatit holatlarda mumkin emas va jigar sirrozida ham uni iste'mol qilishni cheklash kerak bo'ladi. Bugungi aytib o'tgan tabiiy mahsulotlar hammasi ilmiy asoslangan. 2019-yil, 2018-yillarda, 21-yillarda ilmiy nashrlarda chop etilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.